Vali xolisi, siz hali menga qo'l ko'taradigan bo'lib qolibsizmi? Ha? Qo'l ko'taradigan bo'lib qoldingizmi? Shunchalik qo'lingiz o'sib qoldimi? Umuman Sevga yaqinlashmaydiganman aytgan mana. Umuman yaqinlashma Sevga. Haqqing ham yo'q. Shunaqa bo'lib qoldimi? Meni birinchidan hamma narsangizda haqqim bor. Shuni bilib qo'ying. Yana bir marta Sevga yaqinlashga qo'ling chopaman men seni. Ha? Ha, ko'taraman. Qo'llaringiz o'sib qolibdi-yu siz, ha? O'sib qoldi. Nima? Nima deganingiz nima? Ha? Nima qilasan? Yozasanmi? Yozaman. Yozasanmi? Yozaman ham, chizaman ham kerak bo'lsa. Tushundingizmi? Mana shu ko'targan qo'llaringizni-chi choptirib yuboraman kerak bo'lsa. Voy, sen bunaqa emasding-ku? Agar yana bir marta menga qo'l ko'taradigan bo'lsangiz, qamatib yuboraman men sizni. Qo'rqib ketdim. Qo'rqib ketdim. Umringiz bor-ku, o'sha chiroyli qamonlarda chiraydi. Tushundingizmi? Keza mazza qilib yurasan ko'chada? O'zi pul topib o'zgargan sizsiz. Agar siz o'zgarmaganingizda men ham o'zgarmagan bo'lardim. Ovozingni ko'tarma, iltimos. Yoqmayapti ovozingni. Ha, shunaqa yoqmay qoladi o'zi. Faqat pulim kerak. Pul kerak bo'lsa, adasi qolgan paytda sal mehr bersan ham. Ishdan kelganda chiroyli kutib ol. Mehr bersang, mehr topasan deyishgan. Tushundingizmi? Mana bunaqa chiroy nima? Faqat dugonang ko'chadinglar uchunmi? Meni uchun emasmi? Ha? Men kesib turasan tuqsoq bo'lib. Mana bo'lar-ekan o'zingga qarab yursang. Ichib kelmang. Ichib kelmang siz ham. Odamga o'xshab. Mast bo'lib kelganingizdan keyin qanaqa qilib o'zimga qarab o'tirayman? Sen mana shunday qilganda mast bo'lib hammasini unutib keladi. Hammasi to'ygacha ekanda-ya. Qo'l ko'tarishlar boshlandi. Tiling chiqdi. Tiling chiqqandan keyin qo'l ko'tardim. Ko'rasizmi? Sizdan yozaman. Ketaman, yashamayman men siz bilan.